Prezident ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini qo'llab-quvvatlashga doir muhim qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, ehtiyojmand oilalarga gaz va elektr energiyasi iste'moli uchun kompensatsiya to'lab beriladi. Kompensatsiya muddati 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelgacha amal qiladi. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi oilalar, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar, shuningdek reyestrlarga kiritilmagan, biroq moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezonlariga to'g'ri keluvchi, oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan oshmaydigan oilalar. Kompensatsiya qanday tartibda beriladi? Oyiga bazaviy me'yor, ya'ni 200 kWh-dan oshgan elektr energiyasining 150 kWh qismiga, tabiiy gaz iste'moli uchun esa isitish mavsumida oyiga bazaviy me'yor, ya'ni 500 kub metrdan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda oyiga bazaviy me'yordan 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qismi uchun kompensatsiya beriladi. Bunda, masalan, bir oila bir oyda 350 kWh elektr ishlatsa, 200 kW uchun o'z narxida, ya'ni 1-maydan boshlab 600 so'mdan to'laydi. Qolgan 201dan 350 kWh-gacha har bir kWh uchun 800 so'mdan to'laydi. Davlat esa 200 so'mini kompensatsiya qilib beradi. Shuningdek, joriy yilning noyabr oyida reyestrlarga kiritilgan hamda mahalla yettiligi xulosasi asosida reyestrlarga kiritilmagan, biroq yordamga muhtoj oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Ushbu qaror ehtiyojmand oilalar xarajatini yengillashtirish va elektr hamda gaz uchun ortiqcha mablag' sarflashini oldini olishga xizmat qiladi.